Qozoqlar Toshkentni o'zlarining shaharlari deyishadi. 14-asr paytlarida bu yerga kelib qolgan qora tanlilarning avlodlari. Toshkent oq uy qizil maydonda joylashgan dunyodagi yagona joy. Tatarlar qayerlardan kelib qolgan? Qora tanli o'zbeklar ham bor-ku. Ha, Toshkentdagi esa ko'rish uchun hech narsa yo'q. U Toshkentga kelib bu shaharmi yoki bog'mi tushunolmay qoldi. Nega Toshkentni poytaxt qilib tanlashdilar? Bundan oldin Samarqand poytaxt edi-ku. Xiva yaqinida faqat nemislar yashagan qishlog'i bo'lgan. Shaharning markaziy qismini saqlab qolish kerak. Do'stlar, hammaga salom. Bugun bizda menimcha ajoyib ko'rsatuv soni, chunki tayyorgarlik paytidan boshlab juda ko'p turli his-tuyg'ularni, shu jumladan sog'inch va ba'zi bir tajribalardan boshdan kechirdim. Bugun biz Toshkent haqida gaplashamiz. Ya'ni u boshidan kechirgan davrlar va qalbimizda bo'lib ketgan narsalar haqida gaplashamiz. Bizga Toshkentning holatini tushunadigan odam Boris Galender tashrif buyurgan. Tarixchi, o'lkashunos, Mening Toshkentlik janoblarim kitobi muallifi. Bu aslida men uchun kashfiyot kitobi bo'ldi. Bu kitob odamlarning voqealari haqida. Adashmasam, shular sababli Toshkent biz tasavvur qiladigan Toshkentga aylangan. Ha, kelganingiz uchun rahmat. Sizni ko'rganimdan juda xursandman. Shu kitobdan bitta ajoyib fikr yozgansiz, undan boshlasak degandim. Bu mashhurlar haqida yozmayapman, balki arziydiganlar haqida yozyapman. Mana shu arziydigan odam kim? Bu shahar tarixida, mamlakat tarixida, dunyo tarixida iz qoldirgan insonlardir. Ular umuman olganda hamma narsani barpo etishadi. Chunki shahar bu odamlar va odamlar har xil. Siz bilganingizdek Toshkent juda katta, juda ko'p millatli, uni turli millatlar, minglab xalqlar va har xil qarashlar qurgan. Toshkentda ham qurilishga ko'p vaqt ajratilgan. Uni yoshi 2500 yil va shu vaqt ichida bu yerda hayot sahnasida juda ko'p ajoyib insonlar o'tdi. Ba'zilarini eslaymiz, ba'zilarini eslay yo'q. Shuning uchun men shahrimiz aholisi, yurtdoshlarimning Toshkentning o'tmishiga qiziqishlarini istardim. Chunki ko'pchilikda Toshkentda ziyorat qiladigan yo'q degan noto'g'ri fikr bor. Hamma bizning tarixiy shaharlarimiz Buxoro, Samarqand, Xivaga ziyoratga borishadi. Vaholanki Toshkent ular bilan bir xil darajada ekanligini unutishadi. Afsuski, uning vaqti juda qattiq o'tdi va bu bizning ko'z o'ngimizda bo'ldi. Toshkent tarixidagi juda ko'p muhim hodisalarni, tarixiy voqealarni biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik va bugun ham ko'rib turibmiz deb aytaman. Va ular doimo o'zgarib turadi. Lekin shu yerda shuni ta'kidlab o'tamanki, shaharlar yashashi kerak. Mana masalan Venetsiya kabi yashashi kerak va tiklanib bo'lmaydigan ajoyib shahar, u o'z o'rnini yashab bo'lyapti. Va bu bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. O'zgaradigan, yashaydigan shahar esa abadiy bo'ladi. Toshkent har doim yashagan va bilasizmi, har 50 yilda balki aniq sanani aniqlab bo'lmaydi, u butunlay boshqacha bo'ladi. Lekin shu vaqt o'zida Toshkentligicha bo'lib qoladi. Shuning uchun ham men o'quvchilar va tomoshabinlarda ehtimol ba'zi asarlar, filmlar asosida odamlarda qiziqarli tariximizga qiziqish uyg'otmoqchi bo'ldim. Chunki shahar bo'ylab sayr qilganda hamma joyda tarqalgan tarixiy yodgorliklar borligini sezmaysiz. Vaholanki ular ko'rish, eshitish va tushunishi bilish kerak. Shuning uchun men qalamni qo'limga oldim. Bu haqiqatan ham shunday, chunki men bu podkastga tayyorgarlik ko'rganimda rostini aytsam, aqldan o'zay dedim. Qanday qilib? Shuncha narsa saqlanib qolganligiga hayron qoldim. Lekin siz yoshligingizda Toshkent qanday bo'lgan? U har safar o'zgarib turgan deb ta'kidladingiz. Albatta, u o'z hayotining ma'lum bir bosqichida edi. Men inqilobgacha bo'lgan o'sha patriarxat Toshkent davrida yashamadim, afsuski. Albatta, balki bu yaxshilikkadir. Chunki o'sha paytda bizning davrimizgacha yashamagan bo'larmidim. Lekin Toshkentning ikki voqea, Buyuk urush va Toshkent zilzilasi kabi voqealarga guvoh bo'ldim. Bu davr boshqacha edi. U bizning oldingi buyuk davlatimizning kurort shaharlariga o'xshardi. Chunki bir yozuvchi yozganidek, chunki bu janub, yashillik, chunki odamlar janubiy. So'zlashuv boshqacha dialektga ega yoki ruslar Leningradliklarga o'xshab gaplashadi.
bizni har doim bu ibora bilan deb bilishadi. Chunki haqiqatdan ham Toshkentning rus tili, Sankt-Peterburg tili, albatta, va bularning barchasi ko'zga tashlanardi. Yana shahar bo'ylab yurib, quyoshda qolib ketishi degan narsa yo'q edi, ayniqsa yoz oylarida. Daraxtlarning tojlari bu yo'lakni soya bilan ta'minlardi. Siz yo'lakdan chiqmasdan ko'chalarni, butun shahar bo'ylab yurishingiz mumkin edi. Eski va yangi shaharda ham. Eski shaharda albatta an'anaviy ravishda kamroq ko'katlar bo'lgan, lekin yangi shahar yevropalashgan Toshkent yam-yashil edi. Bilasizmi, bir kitobda o'qib hayron bo'ldim. Buyuk geograf olimimiz Pyotr Semyonov Tinshaskining xotiralari. U Toshkentga birinchi marta 70-chi, balki 19-asrning 80-yillarida kelgan va o'z xotiralarida shunday yozadi: Men shaharni ko'rmadim, men bog'ni ko'rdim. U Toshkentga kirganda bu shaharmi yoki bog'mi tushunmay qolgan. Qarang, qancha yil oldin bo'lgan ekan bu hodisa. Mana salkam 2 asr bo'ldi va men buni albatta bizning davrimizga qadar saqlab qolishni istardim. Afsuski, har doim ham shunday bo'lavermaydi. Fikringizga qo'shilaman. Kitobingizda bitta ibora bor, ya'ni shahar aholisini toshkentlik janoblar deb atagansiz. Menga juda yoqdi va siz etikchi janob, ustoz aka kabi keksa abadiylikni guvohi edi deb fikr bayon etgansiz. Nega ularni janoblar deb atadingiz? Men bularni bir sababga ko'ra shunday deb atadim. Birinchidan, shahar uchun nimadir qilgan odamlarni hurmat qilish yuzasidan va bunday kishilar juda ko'pligini bilsangiz kerak. Ikkinchidan, bu mutlaqo adolatsizlik. Bizning 19-asrning o'troq klassikasi Saltikov Shendrning sal ayyorroq odam deyman. O'zining tanqidiy va satirik asarlaridan birini toshkentlik janoblar deb atagan. Lekin o'zi bir marta ham Turkistonga kelmagan. Hech qachon Toshkentda bo'lmagan. U bu nomni o'ylab topdi, lekin u 19-asrning oxirida xalq nomiga aylandi. Va hatto Dmitriy Minayev ham shunday satirik shoir edi. Hozir butunlay unutilgan. U hatto bir she'rida bunday ifodalangan: u yerda ular hammadan balandroq va go'zalroq yodgorliklarni o'rnatadilar va bizning yurtimiz bitta bahaybat Toshkentga aylanadi. Ya'ni Rossiya qirolligini nazarda tutgan va albatta salbiy ma'noda gapirgan. Shunday qilib Toshkent janoblari so'zi g'oyaviy ifodaga aylandi. Albatta Saltikovning yomon shon-shuhrati tufayli men o'zgartirib qo'yishga qaror qildim. Buni mening Toshkent janoblarim deb atashga qaror qildim. Ular Saltikov Sedrining o'xshamaydilar. Ular bu kitobda yozilganiga o'xshaganlari ko'rsatdim. Aytmoqchi, kitobimda davom bor. U shu quyoshli Toshkent haqida, lekin boshqa odamlar va boshqa voqealar haqida. Lekin baribir shu tarzda yozilgan va hatto dizaynerlashtirilgan. Va eng hayratlanarlisi, mening do'stim ajoyib yozuvchining she'rlari yodimga keldi. U uzoq vaqt davomida yozuvchilar uyushmasining qalin jurnaliga rahbarlik qilgan Sharq yulduzi bu Kolya Nikolay Nikolayevich Krasilnikov. Va u o'z she'rlarining bittasida, ya'ni bizning toshkentlik rassomga Aleksandr Nikolayevich Volkovga bag'ishlangan Zumrad shahar sehrgari adabiy nomli. Lekin uning anglosakslarga hech qanday aloqasi yo'q. Va umuman olganda bu she'r Volkov haqida ham emas, balki biz haqimizda. Va u yerdan men kitobimning nomi uchun Bu tosh va quyosh shahri degan bir qatorni oldim. Agar ruxsat berilsa, men uning she'rini sizga o'qib chiqaman. Afsuski, bu she'rni Kolya umrining oxirida yozdi va she'rida bunday yozilgan edi: Ushbu go'zal shahar tosh va quyosh shahri. Laylaklar, minoralar va sehrli ranglar manzili. Yoz rassomi palitrada aralashtirar mo'jizani. Ko'zimni yumaman, ko'raman yashil va oppol jilvalarda. Beshog'och toshlariga tushgan quyosh nurlarini. O'sha jazirama ostida oq tunugadagi inson, Malbert yonida Yunon xudolariga o'xshash suv tashuvchilar. Atrofda bolakaylar baqiradi: Meni ham chizing amaki. Men ham ular orasidaman. Qoraygan yalangoyoq hayratga to'lgan. Men Anvarka, yillar o'tdi.
Ko'p bahorlar uchib ketdi. Ammo hech qachon unutmayman o'sha sehrgarni. Ko'k beretdagi sehrgani. U yashil toshlarga sehr sochgan edi. Malbertdan esa xudodek hunarmandlar, suv tashuvchilar, bolalar tushar edi. Bu tosh va quyosh shahri. Eng go'zal, eng yorqin, butun dunyodagi eng aziz joy mening yuragimda. Vau, judayam zo'r. Mana nega bu kitob? Aytgancha bu mening 3-kitobim. Bu toshlar va quyoshlar shaharida deb nomlangan. Bravo. Afsuski Toshkentda turli davrlarni boshidan kechirgan ekan va aynan Chorhakimov davridan boshlamoqchiman. Bu davrda Toshkent xuddi alohida davlatga o'xshab qolgan ekan va u 4 ta hokim orasida bo'linib, ularning hukmronligi ostida bo'lgan ekan va keyin esa birlashishgan ekan. Bu davr va qaysi tumanlar bo'lgani haqida ma'lumot bera olasizmi? Ha, bu juda muhim davr. U haqida kam yoziladi, chunki u va bugungi kunda u so'nggi bir necha asrlar davomida shahar hayotida rol o'ynaydi. Toshkent xonlik yoki amirlik emas, balki savdogar respublikasi. Aynan savdogarlar respublikasi edi. Chunki u butun Turkistonning chekkasida joylashgan edi va Buxoro va Xiva xonlari, Qo'qon hukmdorlari faoliyati ostida bo'lgan. U uzoqda joylashgan va u yerda tijorat yaxshi rivojlangan bo'lgan. Chunki belgilardagi desak, akademik Eduard Vasilyevich Artveladze geografik kashfiyotlaridan so'ng Buyuk Ipak yo'li, Buyuk Hind yo'liga aylangan va Rossiyadan keyin G'arb davlatlari Hindiston bilan Toshkent orqali savdo qilinganlar. Ya'ni ular kenglik yo'nalishi bo'yicha emas, balki meridional va eng yaqin yo'l bo'ylab Rossiya davlatidan O'rta Osiyoga va Hindistonga to'g'ridan-to'g'ri Qozoq shahridan Toshkent pog'onasidan o'tgan. Umuman olganda bundan juda yaxshi pul topgan savdogarlar toshkentlik savdogarlar. Avvallari Buyuk Ipak yo'li bo'ylab savdo qilganlar. Bugun esa ular yanada katta ta'sirga ega bo'lib, shu shaharga rahbar bo'lishdi. O'zlari hokim deb atagan oqsoqollarni sayladilar. Ular 4 dedi. Chunki shaharda 4 ta bo'lak bor edi. Men bir bo'lak deyman, lekin umuman olganda bu daha esa to'g'ri bo'ladi. Bu taxminan 70 mahallani o'z ichiga olgan katta hudud hisoblanadi. Ular ufqning yon tomonlariga, shimol, janub, g'arb va sharqqa to'g'ri kelardi. Ularning ba'zi nomlari hozirgacha saqlanib qolgan, ya'ni ular Sebzor, bu Ko'kcha, bu Beshag'och va bu Shayxontohur va 4 ta hokim albatta birgalashib bosh karvon bilan birga, ya'ni karvonning o'tishini boshqargan asosiy savdogar hamda bosh qozi bo'lgan. Qozi Kalon deb atalgan. Karvonning boshi bilan shahar kengashini tashkil etishgan, ya'ni Toshkent o'sha davrdagi Venetsiya va yoki Veliki Novgorod kabi bir shahar edi. U yerda Venetsiya knyazlari emas, savdogarlar buyruq bergan va ular ham saylangan shaxslar bo'lishgan. Yoki Genuya, aytaylik, yoki Gamburg shahri, bular barchasi o'rta asrlardagi savdo respublikalari. Lekin biz bilamizki, o'rta asrlarda bu tarqalgan hokimlik edi. Lekin bizda bitta Toshkent bo'lgan. Va bilasizmi nima? Biz bugun ko'rib turgan va o'rta asrlar davridagi yodgorliklar deb ataganlarimiz hammasi aynan shu davrda barpo etilgan. Ular ta'minlangan yoki qayta qurilgan. Men Vostok yulduzida bu mavzuda katta asar yozganman. Men buni o'qiganman. Va aynan shu narsa biz uchun bugungi kunda juda muhim. Aytaylik, sayyohlarga shahrimizni ko'rsatish uchun, chunki bu hammasi Toshkent xalqining yutug'i va bu yerda ko'p narsa mashhur emas. Chunki tashqaridan otxonani olib kirishgan. Odatda Qozog'istondan keltirishardi. Chunki Qozoq sultonlarining otlari ko'p edi. Shaharda esa unchalik ko'p bo'lmagan. Va bizning piyoda askarlarimiz juda qiziq nom bilan Qora Qozon deb atalgan va qora qozoqlardan tashkil topgan. Ular shu hokimlar tomonidan jalb qilingan. Ular Qo'qon istilosigacha muvaffaqiyatli faoliyat olib borishgan. Ya'ni 1811-yil 10-11-yillarda qo'qonliklar Toshkentni bosib olishgan va o'sha erkinlikni yo'q qilishgan. Bu Toshkent tarixida juda muhim davr. Undan oldin ham u katta shahar bo'lgan, mustaqil davlat bo'lgan.
Butun 16-asr bu Shayboniylar Toshkenti. Mashhur Suyuncho'ja sulolasi Hojiyub boshchiligida u ham 32 o'zbek naslarini bu yerga olib kelgan juda mashhur shaxs bo'lgan. Shayboniyxonning amakisi o'zbek amiri, undan tashqari onasi tomonidan Amir Temurning avlodi, uning onasi Ulug'bekning qizi Robiya edi. U esa keyin Toshkent sultoni bo'ldi va bu sulola Toshkentni deyarli 16-asr oxirigacha boshqargan. Ya'ni butun boshli asr bu vaqtdan ham bir nechta yodgorliklar saqlanib qolgan. Juda muhim qadimiy obidalar saqlangan. Ayniqsa bizning hozirgi davrimiz uchun muhim, bu haqida ancha gapirsa bo'ladi. Ularni qayerda ko'rsa bo'ladi? Eski shaharda. Eski shahardami? Albatta. Ekskursiyalarda biz ko'p obyektlarni ko'rsatamiz. Ko'p obyektlar bor. Ular bizga juda kamtarona tuyuladi, lekin ularda ma'lum bir me'moriy xususiyati bor va Samarqandga ham, Buxoroga ham, Qo'qonga ham, Xivaga ham o'xshamaydi. Bilasizmi, meni nima ko'proq hayratga qoldirdi? O'sha paytda bu yerda tatarlarning katta qishlog'i yashagan ekan. Ularni Janubiy vokzal va Chilonzorda katta qishlog'i bo'lgan. Ikkita qishloq bo'lgan. Ular juda mashhur bo'lishdi. Bilmayman, bu kitobda edimi? Mening kitoblarimning birida u haqida mavzular bormi? Xayrobod Eshon, u Chilonzorda dafn etilgan va u yerda maqbara bor. Va u oddiy odam emas edi. Tatarlar jamoasining rahbari. Tatarlar qayerdan kelgan? Ular bu Hind savdoda Rossiyada qatnashganlar, chunki Troyetsk shahri Rossiyaning so'nggi shtati bo'lgan va tatarlarning vatani edi. Bu holatda Sibir tatarlarning Qozon emas va shuning uchun ular 17-asr oxirida bu yerga ko'chib kelgan. Yer olishgan. Bu Xayrobod Eshon umuman boshqa narsa bilan mashhur bo'ldi. Masnaviyning buyuk she'rini butunlay boshqacha tarzda tarjima qilgan. Bu dunyoga mashhur Sharq Shekspiri bo'lgan va Konya shahrida yashagan. Jaloliddin Rumiy bu she'rni eski o'zbek va turkiy tillarga tarjima qilgan. U aslida fors tilida yozilgan va turli tabaqalarda darveshlar tomonidan keng qo'llanilgan. Shunday qilib, uning abadiy hayotdagi ishtiroki katta. 11-kvartalda joylashgan. Borib ko'rsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bugungi kunda ham mavjud. Ajoyib. Kitobda siz sariq taburet, deraza yonidagi suhbat, uy qal'a emas edi, u ko'chaning bir qismi deb yozgansiz. Bizaga bu davr haqida qisqacha gapirib bering, chunki yana bitta biz derazalar tashqariga qaragan holda yashardik. Bu dunyodan himoya emas, balki ular bilan bog'liq edi deb yozgansiz va men ham o'sha vaqtlarni eslayman. Garchi u paytda juda yosh bo'lsam ham. O'sha davrda derazalar orqali odamlar suhbatlashardi. Shu haqida ozgina gapirib bersangiz, iltimos. Bu 20-asr hisoblanadi. Chunki Toshkent derazalariga qachon panjalar qo'yila boshlagani va duvarlarimizning eshiklari ichki tarafga yopila boshlagan haqida sanalar ham bor. Bu 20-yillarning oxirida Sovet ittifoqida inqiroz bo'lganida va janubiy shaharlar 10 minglab aholi Toshkent, non shaharlarga ko'chib qolganida sodir bo'lgan. O'sha payt u bu taxallusni Aleksandr Neverovning hikoyasi tufayli olgan va tabiiyki Toshkentda Smarskiy bora ham paydo bo'ldi. Ular kim edi? Bular odamlar pasportlari bo'lmagan va odatimizga ko'ra butunlay ochiq deraza orqali bemalol kirishlari mumkin bo'lgan. Mana shu sababdan keyin derazalarda panjalar paydo bo'ldi. Ya'ni bu 30-yillar va o'sha payt eshiklari kalit bilan qulflanishi boshlangan. Va undan oldin bu haqda hech kim o'ylagan ham yo'q. Ya'ni qulf ishlab chiqarishlar maxsus imtiyozdan foydalanmagan, chunki ularning qiladigan ishi bo'lmagan. Bo'lmasa, keling sal orqaroqqa qaytsak. Rossiya imperiyasi ajralib chiqqanda, general Chernayev qo'pol qilib aytganda, xo'jayinsiz bo'lgan shaharni, ya'ni uni savdogarlar boshqargan. Bu to'g'ri emas. O'sha payt Toshkent Qo'qon xonlariga qarashli bo'lgan va Toshkent Qo'qon xoni noibi beklar ustidan bek bo'lgan. Beklarbek boshqargan. U Qo'qondan tayinlangan, u yirik lashkarboshi bo'lgan. Rus qo'shinlari Toshkentga kirib kelganda bek Olimqul bo'lgan. Ha, bu sharqiy armiya generali Dadxor edi va o'sha paytda Qo'qon hukmdori
kichik bola Sulton Said bo'lgan va umuman rol o'ynamagan. So'rovlar shunday bo'lgan. Bilasizmi, ko'p ishlar bo'lgan. Bechora Qo'qon xonlari 27 xondan faqat 4tasi menimcha hayotdan o'z o'limi bilan ko'z yumgan. Qolganlari esa hammasi o'zaro janglarda halok bo'lgan. Bu sulton katta ta'sir ko'rsatmagan. Boshqaruv o'sha olimqul generalida bo'lgan. General sifatida bu Toshkentni himoya qilgan, ammo afsuski u birinchi duelda qattiq yarador bo'ldi. Ya'ni shaharda jang bo'lib, oltin qo'shinlar Darxon taraflarida joylashgan rus qo'shiniga hujum qilgan. O'sha payt yarador bo'ladi. Toshkentga qaytayotganida bir og'iz so'z aytishga ulgurmay olamdan o'tadi. U Shayxontovar qabristoniga dafn qiladi, ammo ahamiyatsiz bo'lib chiqdi. Ya'ni Toshkentni qo'riqlagan qo'shinlar qo'qonlik askar va zobitlar bo'lib, ularning boshlig'i yo'q edi. Keyin esa Buxoro amiriga murojaat qilishdi. U Rossiya bilan ittifoqdosh edi. Sirdaryoning boshqa tomonida qo'shini joylashgan edi. Hozir u yerda Chenas ko'prigi bor. Sirdaryoning o'sha tomoni Buxoroga tegishli edi. Bu tomoni esa Qo'qon xonligiga tegishli edi va u shu urush nima bilan yakunlanishini, rus qo'shinlarining Toshkentga hujumi qanday tugashini kutgan va Toshkent Buxoro amirligining qo'liga o'tishi mumkin deb o'ylagan. Shunda uni oldiga Toshkent himoyachilari borishgan, lekin u xonni berishlarini talab qilgan. Chunki uning nazarida xon Qo'qon xoni bosqinchi edi va toshkentliklar o'sha bolani topshirgan. Uni qirg'oq bo'yida qatl qildilar va buxoroyliklar Toshkentni himoya qilish uchun Skanderbek boshchiligida otliq otryadni yubordilar. Menimcha bu afg'on zobiti bo'lib, buxoroliklar xizmatida edi. Umuman olganda ular juda yomon mudofaa qilgan. Chunki qo'qonlik zobitlarning ko'pi qochishni boshlagan va shahar tezda zabt etilgan. Va yana bir sabab bor. Tez deganda manbalarda bir kunda yozilgandi. 3 kunda zabt etilgan. Bu juda tez, chunki rus qo'shini soni kam bo'lgan. Yana Rossiya davlatiga xizmat qilgan mingtacha qozoq oltiqlari bor edi. Siz bilsangiz kerak, qozoq dashtlari Rossiya irmog'iga avvalroq kirgan. Ularning hammasi emas, bir qanchasi. Va aslida bizning sapyorlarimiz muhandislik qo'shinlari bo'lgan. Bor yo'g'i 4000 ga yaqin odam edi. Shaharda esa 30,000 kishilik Qo'qon qo'shinlari bor edi. Undan tashqari yana yordamga kelganlar ham bo'lgan va umumiy qilib aytganda hammasi qochib ketgan. 3 kundan keyin shahar nega qochdi deb o'ylaysiz? Ha, chunki toshkentliklar ularni qo'llab-quvvatlamagan. Vaholanki, bu yerda o'sha paytda o'zida 100 mingdan ko'proq aholi yashagan. Taxminan 300 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan. Musulmonlar aynan shu 65-yillar va ular Rossiya bilan do'stlik tarafdori bo'lganligi sababli ular bu yerda hamma narsani savdolashishgan. Havda savdolashishgan. Shu sabab hamma narsaga ega bo'lishgan. U yerdan esa xonlik Rossiya bilan jang qilgani uchun hech narsaga ega emas edi va u qozoq yerlarini bosib oldi. Aslida olganda hamma janubiy qozoq shaharlari Qo'qon qal'alari edi va ular o'zlarining askarlar yordam bermagan. Shuning uchun hammasi sodir bo'ldi va siz juda qiziq bir voqeani gapirdingiz. Ular shahar zabt etilgandan keyin qanday qilib general Mikhail Grigoriyevich Chernayevning himoyasiz atigi 2 odam bilan shaharni qanday qilib o'tkazgani haqida aytib berishadi. U qo'rqmagan edi. Bundan tashqari, men ular qanchalik rostligini bilmayman, lekin aytishadiki, u hammomda ham o'tirgan. Chunki yoz issiq edi, yoz bo'lgan. Ular shaharni qamal qilishda pozitsiyada edilar. Avvaliga issiq edi va u cho'milishga qaror qilgandi va hammom Chorsu mehmonxonasi joyida joylashgan edi. Unga hatto choy taklif qilishgan. Toshkentliklar bu odamni umuman hurmat qilib, sher deb atashgan. Va umuman olganda shahar aholisi o'zlari qanday yashagan bo'lishsa, shunday davom etishlari haqida, shariat, urf-odatlarga rioya qilgan holda masjidlarga borishlari, bozorlarda savdo qilishlari, u uchun hech qanday zulmga yo'l qo'ymasliklari, hattoki ruslar qo'shini shahar ichkarisida joylashmasligi to'g'risida farmon chiqariladi.
Rus qo'shinlari 12 terakka yaqin chodirlarga joylashtirilgan. 12 terak ko'chasi bor edi. U Shimkent ko'chasida edi. Va faqat general uchun bir kun ichida ular loydan va bir necha xonadan iborat uy va kirish uchun tamra qurdilar. Bu uy Pyotrning uyi kabi inqilobgacha saqlagan. Bu hozir san'at va badiiy akademik ko'rgazma zali joylashgan yerda bo'lgan edi. Bu muzey edi. Chunki Chernay vafot etganida 19-asrning oxirida vafot etgan. Ular uning faoliyati bilan bog'liq muzey tashkil qilishgan. Chunki u yana Rossiya-Turkiya urushi qahramoni edi. Ha, unga yodgorlik o'rnatilgan edi. Bunga ishonish qiyin, chunki u Bolgariyada qiziqishlarini yaxshi himoya qilgan. Chunki Rus-Turk urushi turklarning Bolgariyaga hujum qilgan uchun edi. Bu Slavyan urushi edi. Shuning uchun Rossiya aralashdi va general Rossiyadan yashirincha qochib ketdi. U nafaqaga chiqqan va jurnalistika bilan shug'ullangan. U qaysidir ma'noda mening hamkasbim edi. U gazeta sotib olgan edi. Moskva gazetasi, Yevropa yangiliklari. Bu gazeta hozir ham mavjud. Faqat yangilangan va u yerda fuqaro bo'lib doimo maqolalar bilan chiqardi. Iste'fodagi general. Bu rus qo'shinlarining Toshkentga yurishi juda ham muhim edi. Rossiya uchun bu yerga sarmoya kirish zarurligi tushunilgan va u nega raqiblardan himoyalangani aniq edi. Raqiblar esa inglizparastlar edi. Ular ruslar u yerga bostirib kirishmasa, hammasi yaxshi bo'ladi deb aytishgan. Lekin inglizlar allaqachon urushda yurishlarini tayyorlayotganligini unutishgan. Inglizlar 3 ta afg'on urushida muvaffaqiyatsizlikka uchradilar. Ular shunchaki mag'lub bo'lishdi. Yorib o'tolmadilar. Lekin yo'nalish shu yerga edi. Shu sababdan Rossiyaning urushlari bu mintaqaga qaratilgan edi. Mustamlaka qilish uchun emas. Turkiston hech qachon mustamlaka bo'lmagan. Ular bu yerga sarmoya kiritganlar va shuning uchun bu yerda inqilobgacha ajoyib shifokorlar, olimlar, ma'murlar, moliyachilar, biznesmenlar va topograflar, chunki bu hududni xaritaga tushirish kerak edi. Oq dog'lar bor edi va aytmoqchi, buni ko'plab taniqli ruslar, xususan oq harakati boshlig'i general Kornilov Toshkentda boshladi va u o'zining asosiy asari Qashqariyadan nashr etildi. U yerda Rossiya va Xitoy chegarasi qanday chizganligi haqida gapiradi. Qashqariy viloyatida yaxshi. Bu Siznagorsk avtonom viloyati. Undan tashqari u Afg'onistonga yashirin kirishga muvaffaq bo'ldi. Va buning uchun u tanbeh oldi. Chunki bunday tavakkal qilishga haqqi yo'q edi va u Afg'oniston chegara qalasi uchun rejalar oldi. O'sha payt Afg'oniston Rossiyaga qarshi edi. Ular har doim ham Rossiyaga qarshi chiqishmagan. Ko'pincha ular bizning do'stimiz edi. Keyin general Kornilov oddiy o'sha payt kapitan edi. U chegaralar topografiyasi bilan shug'ullangan. Toshkentda yashagan va ishlagan. Masalan, bizning dekorativ amaliy san'at muzeyimiz Aleksandr Polovstov o'zi uchun qurgan uyda va Polovstov ham xuddi shu chegaralarni suratga olish uchun bu yerga yuborilgan general shtab ofitseri edi. U inqilobdan oldin bu yerda bir muncha vaqt ishlagan. O'zi uchun ajoyib tuzilma qurgan. Uni bugungi kunni muzey deb hisoblash mumkin. Chunki u buyuk knyaz saroyiga o'xshaydi va bezakni bajargan hunarmandlar o'sha toshkentlik kulolchilar ustalari, qo'qon rassomlari va hokazo. U o'zi uyining sharqona uslubda bo'lishini xohlagan va sharqona uslub bizning davrimizga qadar u yerda saqlanib qolgan. Hozir u yerda endi O'zbekiston dekorativ amaliy san'ati muzeyi qanday odamlar ishlagan, chunki bu yerda inson resurslari, moliyaviy resurslari, sanoat resurslari hammasini Rossiya imperiyasi jo'natgan va oqibatda biz yashayotgan davlat paydo bo'lgan. Siz haqiqatan ham yaxshi narsalarni aytib o'tdingiz. Ya'ni bu mustamlakachilik emasligini, balki aynan Angliya bilan strategik kurash bo'lganiga juda yaxshi urg'u berdingiz. Balki shuning uchun ham ular shaharga juda hurmat qilib kirib, chodirlarda yashashgan. Ha, albatta. Va yaqin joylarda shaharlar qurishgan.
E'tibor bering, barcha o'zbek shaharlari shunday qurilgan. Rus qismi alohida, yangi va Osiyo qismi alohida. Samarqand ham shunday. Andijon shahri, o'sha Namangan shahri, Buxoroda esa bu 20-asr kelganda yangi joylar qurilgan edi. Bu hammasi tasodif emas. Bu davlatning siyosati edi. Chunki hozir Rossiyaga bo'lgan tobelar imperiya uchun juda muhim edi. Bizning imperiyamiz ko'p millatli edi. Bu yerdan yana bir ta'kidlash kerak. Ular bu haqda deyarli gapirmaganlar. Chunki bizning o'zbek xonliklari, ular ham ko'p millatli edi. Masalan, Buxoroda, Buxoro amirligi, birinchidan u yerda arablar juda ko'p yashagan. Hatto Buxoroda arabon mahallari ham bor. Ular hali ham arablar qorako'lchilik bilan shug'ullangan. Eng boy buxoroliklar asli shu Saudiya Arabistonidan ko'chib kelgan arablar bo'lib, arablar istilosi davrida, ya'ni ancha vaqt oldin yoki Temur davrida kelishgan. Keyingisi Buxoroda faqat ozod qilinganlar, ya'ni eroniylar, turkmanlardan sotib olingan qullarga ega olgan davlat mavqelari mavjud bo'lgan. Buxoro amirligining generallari eronliklarda bora olmasdi, faqat o'zbeklar. Lekin masalan Divon begining bosh vaziri faqat ozod bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Bu tasodifiy emas. Buxoro amirligining davlat tili fors tili bo'lgan. Garchi amirlikning boshlig'i, ya'ni barcha amirlar mo'g'ullar, ya'ni u yerdagi tabiiy o'zbeklar bo'lishgan, yoki qo'qonliklar ham shunday. Bu yerda qipchoqlar yashagan. U yerda qozoqlarning ayrim qismi yashagan. 18-asrda Xitoydan qochgan Uyg'urlar yashagan shahar atrofida yashashgan. Xuddi shunday Kajgarga Toshkentga paydo bo'ldi. Toshkent 19-asrda Qo'qon shahri bo'lgan-ku va Xitoydan qochib kelgan Uyg'urlarga shaharda joylashadigan joy yo'q edi. Ularga shahar yaqinida yer berildi. Iltimos, bu yerda eski shahar yaqinidagi Kajgarka va Qozog'istonda ularni taranchilar deb nomlashgan. Ular ham musulmonlar edi. Uyg'urlar va ular Qo'qon xonligi aholisining bir qismini tashkil qiladilar. Lekin rasmiy Qo'qon xonligida eski o'zbek tili davlat tili edi. Xivada esa ko'p qismini turkmanlar tashkil qilgan va Xiva xonlarining butun qo'shini Chagdavorlar va ikkinchi urug' umumiy 3 ta urug'dan iborat edi. Turkmanlarda 7 urug' bor edi. Ularning bir qismi Xiva xonlariga bo'ysungan, ya'ni ko'p millatli bo'lgan. Xivada nemislar yashagan. Nemislar armiyada xizmat qilishni istamagani uchun Rossiyadan yashiringan minonitlar edi. Va Xivada ularni hech kim urushga chaqirmagan. Va shunday oq masjid mustamlaka emas, balki Xiva yaqinida faqat nemislar yashagan qishloq bor edi. Mana bu milliy turli millatli davlatlar, ya'ni Toshkentdagi turli xalqlar o'rtasidagi hayot nafaqat Toshkentda, balki butun O'zbekistonda asrlar davomida umumiy bo'lgan. Samarqandni olaylik. Men juda faxrlanaman. Ular samarqandliklar kimlar? Samarqandliklar Amir Temur Samarqandga bu dunyoni turli burchaklaridan olib kelgan. Bu odam uddaburon bo'lgan. Hunarmandlar, matematiklar, quruvchi harbiylar, ular har xil millat vakillari edi. Ular orasida qora tanlilar ham bor edi. Bug'doy rangli ham bor edi. Shunday o'zbeklar ham borki, tana ranglari qora. Bular 14-15-asrlarda kelgan o'sha qora tanlilarning avlodlari va ular hech qayerga ketishmagan. Ularning avlodlari hozirgi samarqandliklar, shuning uchun Samarqand shunday xalqaro shahar. Va dunyo shahari Samarqand ruyi zaminas deyishadi-ku. Dunyo yuzi Samarqand chalaqjida. Samarqandda esa Samarqand tilida gaplashadi. Bu o'zbek tili emas va tojikcha emas. Bu fors tilining lahjasi, tojik tiliga o'xshash. O'sha kunlarda yangi shahar qayerdan qurila boshlagani haqida gapirib bersa. Bu bog'da qurilayotgan Chernayevning uyidan boshlangan. Bu uy 1865-yil 17-iyunda askarlar tomonidan bir kunda qurilgan. Inqilobgacha saqlanib qolgan. Keyin bolsheviklar, ya'ni mamlakat bo'ylab, shu jumladan Toshkentdan ham imperiyaning nishoni, buyuk shaxslarga bag'ishlangan yodgorliklarni vayron qilgan. Shu yerda boshlangan va atrofida bir qancha rus mahallalari bo'lgan. Endi bu mahallalar ko'k gumbazlar bog'idan
boshqa narsa emas. Haqiqatdan? U shunday 4 burchak shaklda edi va ko'chalari nomlari Terak ko'chasi 12, Chimkentskaya ko'chasi, Buxoro ko'chasi, Merskaya ko'chalari va hokazolar bo'lgan. Turli shaharlarning zabt etilishi sharafiga nomlangan edi. Bir qavatli xususiy bino va hozir hukumatimiz qayerda? Prezidentimiz qayerda? O'sha yerda qarorgoh qurishdi. Avvaliga chegara chiziqni boshqargan general edi. Ya'ni Dmitriy Levich Romanovskiy edi. Ha, 1866-yil bu Oq uyning uzun binosi shunday atalgan. E'tibor bering. Qizil maydon deb atalgan. Inqilobdan oldingi rasmiy nomlanishi. Shunday qilib Toshkent Qizil maydonda Oq uy joylashgan dunyodagi yagona joy edi. Vaholanki, barchasi inqilobdan oldingi rasmiy nomlar. Shunday qilib aytganda, Oq uy har doim qurib bitkazilgan va qayta qurilgan edi. Lekin u arxitekturasiz, hammasi bir qavatli edi. Lekin u yerda juda ko'p xonalar va issiqxona va bog' bor edi. Keyinchalik Gagarin bog'i deb atalgan. Bu general gubernatorning uyidagi bog' va keyin mening fikrimcha bu bog' botanika bog'i bo'lib qoldi. Keyin botanika bog'iga adashmasam 1956-yilda hozir joylashgan hudud berilganda mening fikrimcha o'sha paytda Jahon Obidova ko'chasi deb atalgan. Lekin keyin bu bog' mana shunday xiyobon aylantirilgan va bundan oldin bu bog' botanika bog'i bo'lgan. Va u yerda hali ham ekzotik daraxtlar ekilgan va hali ham yashashi ajablanarli emas. Sizni bitta chiqishingiz bor edi. Hozir zamonaviy bo'lgan bog'da juda chiroyli turgan edingiz va yuridik universitet, sobiq gimnaziya, atrofda binolari, uylar haqida gapirgansiz. Yana Amir Temurning yodgorliklari bo'lgan o'sha yo'l doirasida yozuvchilar uyushmasi kafelar borligi haqida va hokazolar haqida gapirgan edingiz. O'sha xiyobon haqida gapirib berasizmi? Kafelar hamma uchun edi. Ha, faqat ko'pincha ular u yerda o'tirishardi demoqchiman. Umuman olganda. Ha, albatta. Mening rasmim ham bor. Biz ularni ko'ramiz. Bu kafe Sinjok aynan markazda, maydon markazining yonida joylashgan. Mening vaqtimda ular birinchi marta u yerda sut kokteyli tayyorlashni boshlaganlari bilan mashhur bo'lishgan. O'sha paytda birinchi bo'lib tayyorlashgan edi. Undan tashqari u yerda shampan sharobi sotilardi. Erkaklar bolalar bilan sayr qilishardi. Onalarga dam olish kunini belgilab bolalarni Sinjok muzqaymoq kafesiga olib borishidan juda xursand bo'lishardi. Balki u yerda shampan quyishardi. Bolalarga esa muzqaymoqni olib berishardi. Hammaga mazza. Bu Sinjok kafesi yoki juda yomon joyda qurilgan boshqa kafe. Men aytmoqchimanki, bizning birinchi general gubernatorimiz Konstantin Petrovich von Kaufman bu yerda dafn qilingan edi. Lekin uni qabrini 1888-yili ko'chirishdi va bu joyda birinchi general gubernatorning qabri ekanligiga ko'rsatuvchi belgi bor edi. Balki Toshkentdagi birinchi yodgorlik bo'lsa kerak, chunki o'sha paytda shaharda hech qanday yodgorlik yo'q edi. Keyin esa bu yerda Drujba, do'stlik kafesi qurilgan. Yoshlar kafesi do'stlik oynalik edi. Yaxshi kafe. Chunki yoshlar uchun yagona kafe edi. Va o'sha paytdagi oliftalar uchun hali 50-yillar edi. Sochlari yog'langan, yashil shim kiygan. Ular shu joyda to'planishardi va umuman olganda ular qandaydir aks sadoni olishardi. Ularni esa o'sha yerdan ixtiyoriy xalq militsiyalari haydar edi. U yerda o'zbek jaz paydo bo'ldi. Dastlab Toshkentda ishlagan jazmenlar shu Drujba restoranida ishlaganlar. Keyin esa jahon urushidan keyin Xitoydan Toshkentga ko'plab oq muhojirlar avlodlari kelishgan. Shanxaydan, Harbindan ruxsat berishgan katta rus jamoalari bor edi. Lekin o'sha davrning haqiqiy qahramonlari tirik emas edi va urushdan keyin ularning bolalari o'z vatanlariga qaytishni xohlashdi. Va jahon urushidan keyin ularga qaytishga ruxsat berishdi. Markaziy shaharlarda emas, balki Toshkentga o'shanda mashhur trubachi Kaptevskiy kelgan edi. Bu shanxaylik Armstrong edi va u Toshkentdagi birinchi jazning yetakchilaridan biri edi. Bu o'ziga xos musiqa va bizda Xudoga shukrki hali ham bor. Toshkentliklar ham shu masalaga bevosita bog'liq va birinchi katta jaz orkestri bu Botir Zokirovning orkestri bo'lgan.
O'zbekistonda yaratilgan birinchi music hall yana toshkentliklar bilan bog'liq. Yana bitta botir, bu music hall butun Sovet ittifoqini aylanib o'zbek san'atini tanitib chiqdi. Lekin bu voqealarga qadar aslida xalqda estrada yo'q edi. Xalq qo'shiqlari bor edi, qandaydir vatanparvarlik, lekin biz estrada deganda tushunadigan narsa umuman bo'lmagan. Bu ishni darvoqe toshkentlik Botir Karimovich Zokirov boshlagan. Buyuk qo'shiqchi. Unga yaqinda yodgorlik o'rnatilgani bejiz emas. U umrining oxirlarida o'rnatilgan, kech qilingan bu ish u hayotda bo'lgan paytiga o'rnatsa bo'lar edi. Qaysi binolar o'sha davrlardan saqlanib qolgan va hozir bizning xiyobonda? Xo'sh, birinchi navbatda Toshkent davlat bankining birinchi bo'limi binosi 1895-yil hozirgacha bank sifatida faoliyat yuritadi. SQV Stroybank va ikkinchi qavatda banklar muzeyi bor. U butunlay saqlanib qolgan. U Vilhelm Ginsulman tomonidan juda o'ziga xos uslubda qurilgan va shu uslubda Toshkentning barcha asosiy binolari qurilgan. Ikkinchi shunga o'xshash bino albatta Toshkent gimnaziyasi binolari. Bularning barchasi yuridik universitet. Lekin bir vaqtlar agar bizning Broadwayga qarasangiz, chap tomonda ayollar gimnaziyasi va o'ng tomonda esa erkaklarniki bo'lgan. Agar siz Broadwayga qarasangiz, siz o'rningizdan turib, chap tomondagi parkdan qarasangiz, o'ng tomonda ayollar, chap tomonda erkaklar. Binolar boshida 3 qismdan iborat bo'lgan 2 qavatli edi va qurilgan sanasi yodgorlik lavhasida xato ko'rsatilgan. 82-yilda ayollar gimnaziyasi ochilgan. 83-yilda erkaklarniki ochilgan. Turkiston okrugi shtab-kvartirasi yaqin joyda joylashganligi sabablari biroz keyinroq harbiy injener va texniklar tomonidan erkaklar gimnaziyasi qurildi. Keyin ularni 3 qismli bir qavatli galeriyalar bilan binolarni birlashtirildi. Keyin bu binolarga qarasak hammasini ko'rish mumkin. Ular qanday bosqichma-bosqich o'sgan va nihoyat Sovet davrida u yerda universitet ishlashni boshlanganida 3-qavatda qurib bitkazishdi. Ochig'ini aytsam, tartibsizlik bilan qurishgan. Chunki 3-qavatning toshlari 1-2 qavatga umuman o'xshamasligi aniq. Qizlarning gimnaziyasining o bir qismi qolib ketdi. Unda 3 qavati ham bor edi. Shuning uchun umuman olganda u o'sha davrining binosi. Afsuski, Turkiston o'qituvchilari seminariyasi saqlanib qolmagan. U yerda hozir endi hokimiyat mehmonxonasining binosi bor. Bundan oldin ham Toshkent texnik uyi bor edi. Agar kimdir eslasa, chunki bu uyning cherkovida men ham o'zim bir necha marta shu uyning cherkovida shu xonaning seminariyasining yig'ilishini o'tkazganman. Chunki bu shunday shahar, ilmiy va texnik muassasa edi va u yerda zal bor edi. Gumbazlari olib tashlangan, lekin devorlardagi hoshlar hali ham yotqizilgan edi. Va uning yonida shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi, Tash shahar sog'liqni saqlash bo'limi bor edi. Gimnaziyaning o'zida, ya'ni gimnaziya bundan ham kattaroq edi. U butun blokni egallardi. U yerda gimnaziya o'quvchilari dars berishni o'rganishadigan o'quv maktabi bor edi. Yana kurslar, seminarlar bo'lardi. Seminariyada seminarchilar yashagan. Hozir bu kvartalning o'zi endi yo'q, lekin bino juda qiziq edi. U ham xususiy shaxsga tegishli va shahar uni sotib oldi. Chunki bu joy juda yaxshi va u binoning o'zi esa polkovnik Teryakovskiyga tegishli edi. Siz o'sha joyda ham bino borligingizni aytgandingiz. Afsuski, u ham hozir qolmagan. Juda chiroyli arxitektura edi. Bu menimcha to'quvchilik bilan shug'ullangan mahalliy tadbirkorniki edi. Zalma. Bu uyda o'zi ko'zi ojiz bolalar uchun yotoqxona bor edi. Bu bizning vaqtda, ya'ni zilzila oldidan. To'g'ri aytdingiz. Bu xususiy uy. Qurilishi jihatidan juda qizil. Janob Zalim, Louis Zalim, Belgiya fuqarosi bo'lgan va u Toshkentda birinchi zamonaviy to'qimachilik korxonasini tashkil qilgan. Uni Sovet davrida Krasnaya Zarya deb atalgan. Keyin esa Qizil Tom. Hozir esa menimcha u umuman mavjud emas. Ular juda ham yaxshi paltolar, kostyumlar va hokazo tikishar edi. Va bu odam uy egasi
U xiyobondan yer sotib oldi va bankning yonida bayroq bilan juda chiroyli bino qurdi. Tepasida minora va sanasi bor temirli bayroq bor edi. Sanani eslay olmayman. 1800-yillarning birida, mening fikrimcha. Bu ikki dunyo munosabati qanday bo'lgan? Chunki yangi shahar, Bilasizmi, juda yaxshi bo'lgan. rostdanmi, lekin bilasizmi? Juda ko'p odamlar bu munosabatni buzmoqchi bo'lishgan. Bolsheviklar davrida ham, bizning davrda ham ular juda yaxshi til topishardi. Yangiliklarni tomosha qilish uchun bu yerga yugurib kelishardi. O'shanda mahalliy aholini bog'ga kiritishmasdi deb yozishlari xato. Ular Ramazonni Gorkiy bog'ida nishonlashgan. O'shanda Gorkiy bog' emas, bu shahar bog'i edi. Toshkentning bosh bog'i edi. Va menda bayramlar nishonlangani haqida yozilgan gazetalar va jurnallar bor. Aynan Ramazon bilan bog'liq milliy o'zbek rus bo'lmagan bayramlar shu bog'da bo'lib o'tadi. Yoki kino, masalan, Toshkentda birinchi ko'rsatilgan film Kaputin ko'chasidagi film, ya'ni Kapuchin ko'chasidagi odam filmga o'xshardi. Shunday film bor. Bu filmda mashhur aktyor o'ynaydi. Amerikada voqea bo'lib o'tadi. Va bir kino ishqibozi kavoy bo'lib kinokamera olib kelgan va ular buni ko'rishardi. Xuddi shunday Toshkentda bo'lgan 19-asrlarda edi. Afsuski, ismlari saqlanib qolinmagan. Bu yerga ham kinokamera olib kelishdi. Uni shahar bog'iga osib qo'yishgan va Parij vokzaliga poyezdning kelishini ko'rsatishgan insoniyat tomonidan suratga olingan birinchi film bu yerda. Toshkentda kinematograf Buyuk Gertsog tomonidan shahar uchun qurilgani uni ijaraga bergan va u har bir chiptadan saroy ta'minoti uchun 10% ga olgan. Kinoteatr ismi Qishki Xiva edi. Keyin Yosh gvardiya, keyin yo'q bo'ldi. Uning o'rnida zinopoyalar, favvoralar va hech narsa yo'q bo'ldi. Darvoqe, ajoyib orkestr ham bor edi. Ya'ni Toshkentda barcha kinoteatrlarda o'z orkestrlari bor edi. Va tomosha boshlanishidan oldin ular kelgan tomoshabinlarni xursand qilishardi va hatto sirk artistlari u yerda musiqa namoyish ko'rsatishlari va buning uchun maxsus estradalar bor edi. Bu narsa Qishki Xivada ham bor edi. Keyin ismi Yosh gvardiyaga o'zgargan yoki inqilobdan oldin Apollon deb atalgan kinoteatrda ham bor edi. Bu kinoteatr keyinroq Iskra deb atala boshlagan. Va o'sha yerdan bo'lgan va o'sha mashhur 30 yil komsomol deb bajarilgan, keyin Masharaf ismi berildi. Oxirida uni buzishdi. Bu umuman Toshkentning jamoat yig'ilishi binosi edi. Tarixiy bino. Ko'p narsalar bo'lgan. So'ngra Ozodlik uyi deb nomlangan o'sha joyda ham estradalar, musiqachilar sahnaga chiqishgan. Musiqa ijro etilgan. Ya'ni madaniyat yangi shahar muhitiga ham shu tarzda kirib kelgan. Va musulmonlar bu yerga ko'pchilik bo'lib kelishgan. Ular uchun juda ko'p qiziqarli narsalar bor edi. Ular ufqun yangilik bo'lgan. 1888 va 1889 yillarda Toshkentda yashagan mashhur o'zbek qo'qonlik shoir Furqat Zokirjon Qo'qonda uni ta'qib qilishganligi sababli u yerdan qochib ketgan va 2 yil Toshkentda yashagan. Ko'kildosh madrasasida Keliyada yashagan. U yerda tanishlari bor edi. O'zing yashashga joy bo'lmagan va Yevropa shaharlarida bo'layotgan har xil yangiliklarga juda qiziqib, borib ko'rib chiqqan. Shuning uchun u fotograflar studiyasiga tushib qoladi. U Dmitriy Nazarovning studiyasi. Ha, O'sha yerda fotosuratlarni odam emas, balki yorug'lik nurining o'zi olayotganligini ko'radi. Shuning uchun musulmonlarga suratga tushish mumkin ekan deb va u bu haqda o'zbek tilida gazetada yozgan. Va u bu yerda gazeta o'zbek tilida arab alifbosiga nashr etilgan. Ya'ni Turkiston viloyati gazetasida yozgan. U bu haqda juda katta maqola yozgan. Bu bolalikda qanday sodir bo'ladi? Va musulmonlar rasmga tushish uchun yugurib kelishgan. Chunki ular avvallari fotosuratlar chizilgan deb o'ylashgan. Chizish esa mumkin emas. Shariat tomonidan ruxsat yo'q. Yoki masalan u teatrga borgan. Aleksandr Suvorovning spektaklini ko'rgan. Aleksandr Suvorov nima haqidagi ma'lum. Furqat esa she'r yozgan. U Aleksandr Suvorov deb ataladi. Lekin u yerda Suvorov haqida hech narsa yo'q. U odamlarning teatrda o'zini qanday tutishi va teatrda nima sodir bo'lishi haqida gapiradi. O'zbek she'rlarida
Ha, Bu ham bir vaqtning o'zida nashr etilgan va o'zbek teatri paydo bo'lgan. Chunki bundan oldin teatr bo'lmagan va keyin nihoyat spektakllar paydo bo'ldi va biz bu dramaturglarning nomlarini eslashimiz kerak. Chunki spektakl va spektakllarni sahnalashtirish uchun sizga o'zbekcha pyesa kerak edi. Ularda o'sha payt pyesa yo'q edi. Uni qayta yozish kerak edi. Ularning birinchi mashhur yozuvchilari Mahmud Behbudiy edi. Jadid, mashhur Jadid. Yana uning nomi bilan Qarshi shahri atalgan. Juda qisqa vaqt ichida albatta. Keyin jadidlar bolsheviklar dushmani deb e'lon qilinganda, albatta ikkinchi nomi Xo'jamuin, ajoyib samarqandlik yozuvchi, pyesalarni o'zbek tilida yozgan va Samarqandda avvalroq o'zbek tilida sahna ko'rinishlarini ko'rsata boshlagan. Bizda esa Hamza inqilobdan so'ng darhol front teatri uchun birinchi bo'lib Boy ila xizmatchini yozgan va keyin mashhur Maysaraning nayranglari bu yagona spektakl bo'lib butunligicha saqlanib qolmagan. Bitta qismi yo'q, asl nusxasi yo'q, qanday tugaganligini hech kim bilmaydi. Hammasi shundan boshlangan va bu narsalarning boshida albatta Toshkent turgan. Havaskorlar paydo bo'lishdi bu yerda. Rus teatri 1868-yildan beri ishlagan. Avvaliga havaskor, keyin professional, keyin esa birinchi teatr binosi, yozgi teatr bog'da. zo'r. Bu juda zo'r vaqt, tinglash juda qiziq, lekin Sovet ittifoqi paydo bo'lishi bilan Bilmadim, sizning tizmingiz buni ko'rsatadimi yoki yo'qmi, men bilmayman. Bu haqda ham ko'p ma'lumot yo'q. Toshkentda Sovet hokimiyati Petrograddan ko'ra avvalroq o'rnatilgan. Bu haqida hech kim gapirmaydi. nima uchun? Aniq bir sana ma'lum, 12-sentyabr. Bu mening tug'ilgan kunim. 1917-yil 12-sentyabrda Toshkentda kengash saylangan. Ushbu Toshkent kengashiga hokimiyat o'tkazildi. Lekin kengash bolsheviklarniki emas edi. U yerga bolsheviklar ham kirgan. Ammo hukumatga qarshi boshqa partiyalar, jumladan anarxistlar, mencheviklar, ularning barchasi kiritilgan va boshchiligida Turkiston o'quvchilar seminariyasining taniqli sharqshunosi Vladimirskiy Nalivkin bo'lgan. Ruslar uchun rus tilidagi birinchi o'zbek tili darsligi va o'zbek ayolining hayoti haqidagi mashhur kitob muallifi. Buning uchun u bir necha yil Namangan tumanidagi qishloqda yashab, til o'rgangan. Shu sababdan bu tilda o'zbek tilining Namangan shevasida mukammal so'zlash olgan. U Toshkent Sovetining birinchi raisi bo'lgan va 1917-yilning oktyabrida bolsheviklar bilan ishlashni xohlamagani uchun o'zini otib tashlagan. Nimaga? Yana turli sabablarni keltirib o'tishadi. Shunga ko'ra, kengash Toshkentda, keyin esa nafaqat Toshkentda, balki butun Turkiston o'lkamizning 5 viloyatida hokimiyatga ega bo'lgan. Har xil darajada, albatta, markaziy hukumat bu kengashni tan olmadi. SSRga tegishli bo'lsa ham tan olmadi. Kerenskiy umuman olganda ulardan edi. Turkiston ustidan vaqtinchalik hukumatga hokimiyatni qaytarish uchun bu yerga harbiy kuchlarni yuborishdi. Bu yerda ikki hokimiyat paydo bo'lib qoldi. Lekin Petrogradda inqilob bo'lganida kengashlar ishlagan, bizda Toshkentni boshqaradigan kengash bor edi. Ha, keyin nima o'zgardi o'sha Toshkentda? Chunki hamma narsa o'zgarib ketdi. Chunki boshqa davr edi va shuni aytish kerakki, Turkiston kabi ko'p millatli davlatda inqilobni amalga oshirish umuman qiyin edi. Inqilob bu o'zgarish degani. Agar siz bu so'zni shunday tarjima qilsangiz, shuni yodda tutishingiz kerakki, bu yerda Toshkentda va nafaqat Toshkentda, Samarqand, Farg'onada juda ko'p harbiy asirlar bo'lgan. Ya'ni Birinchi jahon urushi Avstriya-Vengriyaning armiyasi asirlari deyarli soni 200 mingta asir. Bu juda ko'p, juda ham ko'p. Bu harbiy kuch va ular ozod bo'ldilar. Lekin lagerlarda yashashardi. Rostini aytganda ular juda erkin yashashardi. Lagerlar o'sha paytdagidek emas edi. Lekin bu yerda lagerlar bor edi. Ular shaharga sayr qilish uchun ketganlarida hatto somsa va choy uchun bir tiyindan berishardi ularga. Ular ham tadbirlarda qatnasha boshladilar va ular orasida bolshevik hukumati tarafdorlari, dushmanlari va anarxistlar ham bor edi. Va ular bu yerdan ketisha olmasdi. Xuddi shu holatga oq chexlar ham tushgan. Uzoq sharq tarafidan o'z vatani Chexiya Respublikasi borishga
harakat qilishgan va o'sha narsa o'xshamagan. Sal uzoqroqdan keyin ular quloq kashlab bahslashdi. Xo'p, oq chexlar kim edi? Ular ham harbiy asirlar edi. Faqat ular rus lagerlarida saqlangan. Lekin bu yerda Turkistonda ular barcha inqilobiy voqealarda katta ishtirok etishgan. Undan tashqari bu yerda juda uzoq vaqt davomida fuqarolar urushi bo'lgan. Bu urushda kim kimning tarafida ekanligini tushunishning iloji yo'q edi. Ko'pchilik mashhur Cho'lning oq quyoshi film inqilob davrida sodir bo'lgan deb o'ylashadi. Lekin aslida bu voqealar haqiqatdan ham Turkmanistonda jahon urushidan oldindan sodir bo'lgan. Unda Kaspiy dengizi qirg'og'ini ko'rishingiz mumkin va u yerda qo'shin bilan ikra yeydigan va taniqli qo'shiq aytadigan mashhur qahramon bor. Bularning barchasi yaqinda sodir bo'lgan. Fuqarolar urushi deyarli jahon urushigacha davom etgan. Deyarli chunki chegarada juda yomon qo'riqlaganligi sababli Turkmaniston qumlarida va tashqaridan Eron tarafidan qurollangan Junayihtlar guruhlari kesib o'tishardi. U o'sha yerda odam yig'ar edi va u inqilob paytida hokimiyatni xonning qo'lidan tortib olgan Xiva diktator edi. Keyin esa u fuqarolar urushiga kirishdi. Ular hamisha yengilroq qilib aytganda yomon taassurot qoldirishardi va urush davom etardi. Farg'onada 32-yil, ya'ni Farg'ona emas, men Ollavoy vodiysi, Pomir va hokazolarni nazarda tutyapman. Meni janubiy qismi va u yerda Ibrohimbek qo'lga olishgan. Aha. Uni bolsheviklar otib tashlashgan. Ibrohimbek esa Buxoro amirligi vakili edi. U o'z zaminida jang qilgan. Bu bugungi Tojikistonning sharqiy hududi, bu Buxoroning janubiy hududi. Buxoro amirligi yerlari bo'lgan. Va o'sha paytda Afg'onistonda bo'lgan amir o'zining bor imkoniyatlarini ishga solib, yana kimlardir unga yordam bergan norozilarni qurollantirishga va ular bu yerdan chegarani kesib o'tib, bolsheviklarga qarshi kurashgan. Va bu fuqarolar urushi sust bo'lsa ham har doim bo'lgan. Juda uzoq vaqt davomida buni to'xtatib bo'lmas edi. Chunki bu uchun ko'p ish qilingan edi. Lekin gapimiz boshida aytgan edik, eng achinarlisi sodir bo'ldi. Jumhuriyatlarimiz mustamlaka bo'lib qoldi. Nega buni aytyapman? Chunki 1929-yilda paxta mustaqilligi qo'lga kiritildi. Aha. Bu nima degani? Shu qadar ko'p paxta ishlab chiqara boshladiki, xorijdan sotib olishning hojati qolmagandi. Paxta esa urush, bu oq dori. Aha. Sovet ittifoqining rahbarligi paxta kimda ko'proq bo'lsa, o'sha ancha ko'proq qurollangan. Yashashga qodirroq, chunki uchun ular imkon bo'lgan joyda paxta ekadilar. Natijada ular butun iqtisodni buzib tashladilar. Oxir-oqibat bu paxta mustaqilligi. Ular bizning respublikalarimizdan Turkmaniston o'sadigan O'zbekistondan, Tojikistondan, ozgina Qozog'istondan va hokazolardan mablag' chiqara boshladilar. Va bularning barchasini aytish mumkinki, bu O'rta Osiyo yerlarini Sovet ittifoqining mustamlakasiga aylantirdi. Bu 30-yillarda sodir bo'ldi. Bu yog'iga urush boshlandi. Ha, nima uchun Toshkentni poytaxt qilib tanladilar? Chunki bundan oldin Samarqand bo'lgan edi, to'g'rimi? Yo'q, Samarqand uzoq vaqt oldin poytaxt mavqeini yo'qotgan. Ular Toshkentni poytaxt qilib tanlagan paytda Samarqand ahamiyati pastroq shahar edi. Buxoro edi va Buxoro poytaxt edi. Albatta, Samarqanddan ancha katta edi. Samarqand bir necha asrlar davomida zarar ko'rgandi. Va yashovchisi kam. Biz hozir ham ko'rayotgan go'zal xarobalardan tashqari o'zi hamma narsa kam edi. Aha. Va Toshkentning generali Konstantin Petrovich Vankaufman tanlagan. U birinchidan bu butun O'rta Osiyodagi eng katta shahar edi. Hatto o'sha paytlarda Buxorodan, Qo'qondan ham kattaroq edi. Nega? Chunki u savdo shahri edi va qulay joylashganligi sababli, ya'ni biror bir joyga borish uchun har tarafdan unga kirib ketish kerak edi. Shimoldan janubga bo'lsin, janubdan shimolga bo'lsin, g'arbdan sharqqa va hokazo. Chunki u geografik jihatdan mashhur Chenas chorrahasi yaqinida joylashganligi sababli o'sha paytda o'tish uchun ko'priklar yo'qligi muhim edi va ba'zi katta massivlar yuklarni shunchaki o'tkazish qiyin edi. Ko'priklar kerak edi va Sirdaryoda faqat ikkita o'tish joyi bor edi. Biri Farg'ona vodiysiga kiraverishda, ikkinchisi esa bizga yaqin Toshkentdan 68 kilometr uzoqlikda.
Undan keyin esa tog'lar yo'lni to'sgan va ikkitasi to'qnashadi. O'rtasida esa mashhur Tamerlan dovoni. Bu yerda Sanzor oqib o'tadi va Jizzax shahri joylashgan. Yaqinda faqat avtomagistral qurishdi. Bu yerni Tamerlan dovonini aylanib o'tish uchun hozir ham u yerga avtobuslar kirisha olishga ruxsat etilmaydi. Lekin faqat mashinalar kiradi, chunki u yo'ldan o'tish qiyin. Tog'lar va narigi tarafdagi Nurotadan o'tish yanada qiyinroq. O'tishning iloji yo'q edi, faqat Toshkent orqali. Qozoqlar Toshkentni bizning shahrimiz deb ataydilar. Asosan internetda ma'lumotlar bor. Bu mavzuda tarixiy dalillar bormi? Ular tarixni yaxshi bilishmaydi yoki bilishni xohlamaydilar. Ha, to'g'rirog'i rostdan ham bilishni xohlamaydilar. Xo'p, buni qanday aytsam bo'ladi? O'z mintaqamiz tarixini o'rganar ekanman. Faqat o'nlab yillar davomida tug'ilgan bilimlarim asosida gapira olaman. Ya'ni Toshkent. Keling, bundan boshlamaymiz. Qozog'iston o'z tarixi davomida 4 ta poytaxtga ega bo'lganidan boshlaymiz. Ha, Qozog'iston o'zi esa 1922-yildan beri mavjud. Ya'ni 100 yildan beri. Shu 100 yil davomida 4 ta poytaxti bor edi. Birinchi poytaxt Orenburg shahri bo'lgan va umuman u qozoq shahri emas. Ikkinchi poytaxt esa Qizilo'rda. Lekin bu nom zamonaviy. Aslida bu ruslar qurgan Perovsk shahri. U yerda qozoqlar umuman yo'q edi. Va uchinchi shahar bu Olmaota, aniqrog'i Sodiq qozoqlar qo'rg'oni. Semirechensky qozoq qo'shni poytaxti. Qoraqalpoq generali tomonidan qurilgan. To'rtinchisi esa Akmalinsk shahri. Keyin Selinograd bo'lib, keyin Astana, keyin Nur-Sulton, keyin yana Astana bo'lgan shahar. Lekin u yerda ham ya'ni qozoqlarning shaharlari bo'lmagan. Bu nima degani? Ularda bunday davlat bo'lmagan. Ular hozir qozoq xonliklari haqida gapirishadi. Bularning barchasi haqiqatga to'g'ri kelmaydi va buni tekshirish uchun juda oson edi. Shimoliy qozoqlar, jungarlar ularga 18-asrning boshida hujumga qilganda Rossiyaga borishdi. Rossiyaga bo'ysunishdi. Imperatorning oldiga kelishdi. Qirolichaning o'ziga emas, qirolicha o'sha paytda Anna Ivanovna edi. Bu 18-asrning boshi edi. Ular Rossiya fuqaroligini qabul qilishdi, lekin ularning hech qanday hududni nazorat qilmasligi darhol ma'lum bo'ldiki, ularda yer yo'q, ular ko'chmanchilar va bu qirolichani nimani o'zimizga qo'shdik deb hayratga qolardi. Bu ko'p narsa haqida gapiradi. Shuning uchun hukm qilish qiyin. Bundan tashqari Qozog'iston Respublikasi 1922-yilda tashkil topganda qanday nomlangan edi? Qirg'iziston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi rasmiy nomi sifatida tashkil etilgan va SSSR tarkibida bo'lgan. Qirg'izstat qozoqlar uchun to'g'ri nom. Ya'ni ular hatto bir asr davomida o'z nomini o'zgartirgan. Bu qanday qilib qadimgi xalq bo'lishi mumkin? Qadimiy bo'lishi mumkin emas va ularda shaharlar bo'lmagan va hokazo. Ular haqida juda yaxshi yozilgan. Eng yaxshi 19-asrning o'rtalarida Rossiya hali bu yerga qadam qo'ymaganda shunday bilimdon geograf Levshin. Ha, u 2 jildlik Qirg'iz sod o'rtalari va dashlari orasidagi degan kitob yozgan. U yerdagi qozoq xalqi haqida gapiradi. 19-asrning o'rtasida ular qanday bo'lishgani haqida batafsil yozadi. Ha, ko'rish kerak. Ajoyib kitob. Yana bir hujjat bor. Nemis tilida yozilgan, lekin rus tilida tarjima qilinmagan. Franz von Schwarz yozgan. U Toshkentda 17-yilda yashagan va bizning meteorologiya observatoriyasining boshlig'i edi. Uni Myunxendan general gubernatorning o'zi taklif qilgan. U astronomiyani o'rgangan va hokazo. Va u Turkiston degan 480 betlik katta kitob yozgan. Nemis tilida. 1900-yillarda Gaydelbergida nashr qilingan. Va u yerda yashagan xalqlar haqida, xususan qozoqlar haqida batafsil hikoya qilinadi. Shundan kelib chiqadiki, qozoqlar juda yosh xalq ekan. Aha. Ular faqat 17-asrning oxirida oxir-oqibat xalq bo'lib birlashgan. Bu payt esa Toshkent juda ham mashhur shahar bo'lgan. Qozoqlarning umuman daxli yo'q. Butun 16-asr davomida Toshkent Shayboniylarning mashhur shahri bo'lgan. So'ngra Toshkentning oxirgi bitta oldingi sultoni Shayboniylarning xoqoniga aylandi. Ya'ni u Samarqandga ko'chib ketdi. Barcha feodallarning boshlig'i bo'ldi. Ya'ni Shayboniylar bir necha yarim yil mustaqil hududlardan iborat bo'lgan.
lekin ularning barchasi qarindoshlar edi. Toshkent esa? Toshkent alohida egalik yeri edi. U Orol dengizidan boshlab Jambulgacha cho'zilgan, ya'ni hozir u Taraz deyiladi va Sirdaryo chorrahasigacha. Bu hozirgi shahar Chinas. Ha, tushundim. Bu tog'larning yarmini Toshkentga tegishli. Bu ilgari ham shunday edi. Chunki Toshkent musulmonlar tomonidan asos solingan. Toshkent 819-yilda tashkil etilgan, ya'ni 1200 yil oldin. Eski shahar kabi bu shahar va bundan oldin ham Toshkent bo'lgan. U faqat arxeologiyada Shash yoki Chash. Shash bu arabcha talaffuzi, lekin umuman olganda uni Chosh deb atashgan. U Kangyuning eng yirik shahri bo'lgan va Kangyu 5 ta davlatning konglomerati bo'lib, ularning ichida Xorazm ham kirgan. Chach alohida edi. Bu yerda turklar, o'zbeklarning haqiqiy ajdodlari paydo bo'lgan deyshadi. Ular bu yerda faqat 605-yilda Toshkent ustidan hukumatni qo'lga kiritganlarida paydo bo'lgan. Toshkent podshohi turk bo'lgan va undan oldin mahalliy hukmdorlari bo'lgan. Ular sog'dlar edi. Sog'diy tilida, ya'ni eski Eron tili bo'lgan. Keyin esa turkiy tilida gaplasha boshladilar. Ya'ni o'zbek tilining ajdodi bu 605-yilda bo'lgan. Aniq sanasi ma'lum. O'sha payt Toshkent hukmdori Tudun bo'lgan. Bu unvon shunday turkiy unvon. Tigin emas, balki Tugun, Tudun. Va ular Xitoy bilan bo'lgan aloqada katta rol o'ynagan. Arablar ularni mag'lub etishdi va islom bu yerga keldi. Lekin turklar ketmadi. Ular shu yerda qolishdi va keyin bu yerda turklar mustahkamlashgan. Ayniqsa mo'g'ullardan keyin. Mo'g'ullar hukmronligi ostida bu buyuk Ipak yo'lining bir har tarafidan ko'plab turkiy qabilalar bo'lgan va o'z kuchini mustahkamlash uchun ular bu yerga butun qabilalarni yuborganlar. Shunday qilib bu yerga barloslar kelib qolgan, ya'ni Amir Temurning ajdodlari. Va ular Qashqadaryo viloyatiga joylashdilar. Solduzlar bu yerga kelishdi. Ular janubga, Boysunda va hokazo yoki o'sha Jilayirlar, ular Toshkent viloyatiga kelishdi. Ularning avlodlari hozir Kurama deb ataladi. Ular yarim qozoq, yarim o'zbek va Kurama. Shunday millat bor. Oxirgi aholi ro'yxatida bor, lekin oldingisida yo'q. Umuman yo'q bo'lgandek tuyuladi. Hamma o'zbek bo'lgan. Aslida Kurama boshqa xalq va urf-odatlari boshqa va hokazo. Yassavullar ham bo'lgan. Bularning hammasi Shayboniyxon kelishidan ancha oldin bu yerga kelib qolgan. Turkiy qabilalar edi. Ha, va bu yerda qozoqlarning bunga nima aloqasi bor? Gapingizga qo'shilaman. 66-yil zilzilasi juda kuchli edi, xalq uchun me'morchilik va umumiy burilish nuqtasi edi. Juda ko'p odamlar oqimi bor edi. Menga o'sha vaqt haqida qisqacha gapirib bering. U yerda nima sodir bo'ldi va umuman olganda Toshkentga ko'rayotgan bugungi qiyofasiga qanday ta'sir qildi? Shaharga zilzila emas, balki shaharni qayta tiklangan odamlar ta'sir qilgan. Balki qahramonlik davri edi. Mening ko'z o'ngimda bularning barchasi sodir bo'ldi va meni hali ham eslayman. Ha, toshkentlik, yo'q, barcha rus jurnalistlar Toshkent dramasi va jasorati kitob tuzishdi va u yerda mana so'nggi paytlarda ko'plab mualliflar jasorat haqida gapirishadi va hokazo. Haqiqatdan ham bu jasorat davri edi. Shuning uchun yodgorlikni jasorat yodgorligi deb atashgan. Chunki ko'pchilik Toshkentdagi zilzila nima bo'lganini xayoliga ham keltira olmaydi. Bizda tez-tez zilzila bo'lib turadi. Bizning ostimizda yer qobig'i taxminan 6 kilometr chuqurlikda joylashgan va bu qobiq aynan shu yerda joylashgan. Epitsentrlari bilan silkinishlarni boshlaydi. Ha, va shunday bo'ldiki, bunday epitsentr Yevropa shaharlarining markazida. Tabiiyki juda ko'p binolar vayron bo'lgan va zudlik bilan nimadir qilish kerak edi. Lekin bitta zarba bo'lmagan. Deyarli butun yoz davomida deyarli 700 ga yaqin bo'lgan. Ulardan 50 tasi 5-7 ball bo'lgan bo'lsa kerak. Ya'ni juda og'ir. Odamlar ko'chada chodirlarda yashagan. Hech kimdan narsa o'g'irlamagan. Toshkentda bu jinoyat deyarli 0 ga tushib ketgan. Bu ajablanarli, lekin bu odamlarning jasorati va ularning o'ziga xos munosabati haqida gapiradi. Ya'ni toshkentliklar, ular silkinamiz, lekin taslim bo'lmaymiz. Aytganidek partiya o'ylab chiqarmagan. Odamlarning o'zi to'g'ridan to'g'ri shu chodirlarda uylari tepada chodirlarda yozishgan. Chodirlarda pochta bo'limi bor edi.
kafe bor edi, poliklinikalar bor edi. Chodirlar davlat tomonidan chiqarilgan. 16 mingta chodir. Menimcha ular bizning ko'chalarimizda tik turishgan. Yevropa Toshkentning markazida, chunki ular eski shahar, kamroq shikastlangan va umuman olganda zilzila kuchi masofaning kvadratiga proporsional bo'ladi. Ya'ni tog' hududiga bog'liq. Tepaga kam ta'sir qiladi, pastga qattiqroq. Masalan, Chirchiq shahrida va u bizning mamlakatimizda yuqoriroqda joylashgan. Bu zilzila odatdagidek sezildi. Ular ancha kuchliroq edi. Ular allaqachon qulab tushdi va bu sharoitda hech kim sarosimaga tushmadi. Va bizning ma'muriyatimiz ham. Albatta, hamma ularga tanbeh berdi. Mana, Sarkisov shunday odam ediki, quruvchi edi va ijroda qo'mitasiga rahbarlik qilgan. U o'rinbosar edi. Undan oldin esa Chilonzorning asosiy qurilish tresti bo'lgan. Toshkentni qayta tiklagan asosiy odamlardan biri bo'lib, kitobini asrlardan 20 yil deb atagan. Lekin aslida shaharlar 4 yil davomida tiklangan. Ha, bu yetarli edi. Kelgan yordamchilar ko'p edi. Ularning barchasi yosh edi. Ular ham xuddi shunday tor sharoitda yashashgan. Ularning yashash joyi yo'q edi. Ularda vagonchalar o'rnatilgan edi va ular bu yerda shunday konglomeratlarda edilar. Bu yerda Moskva quruvchilari, Leningrad, ukrainlar, belaruslar, ularning o'z hayotlari va to'ylari bor edi. Aytmoqchi, bu yerda ko'p juda millatlar bo'lgan. Chodirlar dedi, ha? Bu quruvchilarning yarmi Toshkentda yashash uchun qolgan. Men taxminan gapiryapman. Albatta, menda statistika yo'q. Lekin nima uchun ular bu yerda yashash uchun qolishdi? Ularga kvartira berishdi. Ular o'z shaharlarida buni yana 20 yil kutishgan bo'lardi. Ehtimol ular kuta olishmagan bo'lar edi. Lekin bu yerlarda ular qahramonlar kabi buni birinchi bo'lib olishdi va kuzning oxiriga kelib sovuqdan biror joyga joylashtirish mumkin edi. Hamma bolalarni butun yoz davomida Sovet ittifoqining bepul pansionatlari lagerlariga jo'natishgan edi. To'sqinlik qilmasin deb jo'natishdi. Shuning uchun men butun shaharni tozalardim. Bu dahshatli narsa edi. Chunki shahar markaziga kelganimda men Chilonzorda 4-qavatida yashardim. Darvoqe, barcha do'stlarim o'sha yerda yashagan va mening maktabim ham o'rtada qulab tushdi. Shuning uchun biz imtihonni vayronalar orasida topshirgandik. Men kelganimda urushdan keyin bo'ladigan holat edi u. Butun devorlar yotib, qulab tushgan edi va u yerda odamlar ham bor edi. Xuddi teatrda bo'lgani kabi men avtobusda borayotgan edim. Faqat avtobuslar bor edi. Boshqa hech narsa yo'q. Tramvay, trolleybuslar ham yo'q edi. Chunki simlar uzilib qolgan edi. Ha, og'ir payt edi. Endi maktabni bitirayotgan paytim edi. O'sha paytda 10 va 11-sinflar bir vaqtda bitirgan edi va 2 baravar ko'p abituriyentlar oliy o'quv yurtiga kirishdi. Va umuman olganda bu juda qiyin edi. Lekin shunga qaramay biz bularning barchasidan omon qoldik. Ha, sizda juda ham ajoyib ibora bor. Muhandislar emas, non ulashayotganlar qutqardi. Bu ibora bilan nima demoqchi edingiz? Aytishim qiyin. Aha, umuman olganda qaysi hududlar qurila boshladi? Sergelidan boshlashdi. Sergeli, aha. Bu taxtali uylar, ha? Ha, u yerda Qalqon uylar, Fin uylari deb atashardi. Uylar olib kelishgan va albatta Chilonzordagi maydonlarida qurilishni boshlashdi. Chunki Chilonzor zilzila paytida unchalik katta emas edi. U yerda tayyor qurilish maydonlari bo'lgan va 9 ta qurilish kombinati yasashdi. Juda tez. Va bu shiftli fransuz tizimidagi uylar. Pirashki kabi pishirishardi. Ya'ni bu 9 qavatlilar, to'g'rimi? Bu 9 qavatli uylar va yonida mayalika bilan bezalganlar ham. Ittifoqning boshqa hech bir joyi bunday emas edi. Odamlar hozir ularni ko'rishsa kelishadi. Shaharga boshqacha ko'rinish beradi. Boshqa narsani ham yodda tutish kerak. Bu 9 qavatli kombinatlar qurilishning barcha yangi usullarini sinab ko'rishga imkon berdi. Butun davlatda katta qurilish bo'layotgan edi-ku, hammasini birinchi Toshkentda sinab ko'rishdi va hammasi o'xshadi. Chunki bu yerda ajoyib odamlar ishlagan. Me'morlar soati bo'lgan bu markaziy qism nashriyot, keyin Lenin tarixi muzeyi, sobiq, endi esa bu tarixiy muzey. Shuningdek, Sabmin uyi hududi hozir Kavmin deb nomlanadi. Bularning barchasi zamonaviy shaharsozlik namunasi bo'lgani uchun davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Sovet ittifoqining davlat mukofoti, jamoa, albatta hamma jamoa bo'lib ishlagan. Barcha me'morlar. Lekin zilziladan oldin va inqilobdan oldin
Qoidalar bo'yicha qurilgan uylarga e'tibor bering. Ularning barchasi saqlanib qolgan. Aytgancha, ma'lum bo'lishicha, u yerda 2 yoki 3 ta baland bino bo'lgan ekan. Ular 2 ta 9 qavatli binolar edi. Ular panelli binolar edi. Ya'ni ular beton shitiga ega bo'lgan edilar. Ular qayerda joylashgan edi? Ular hali ham turibdi va odamlar yashayapti. Mening fikrimcha, adashmasam, birinchisi Kasero Flot ko'chaning, ya'ni Shotarustavelining boshida. Ular Sabernaya maydonida. Ikkinchisi esa Muqimiy ko'chasiga Shotarustaveliga ketayotgan joyda 9 qavatli bino. Bir paytlar u yerda Dilorom restoranlari bor edi. Yo'q, Dilorom emas. Ha, qandaydir restoran bor edi. Lekin hozir u yerda bank, lekin uyning o'zi 9 qavatli. Va bu ikkita bino asosiy 9 qavatli bino deb hisoblanardi. Va O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasining binosi 60-yillarda qurilgan va bir marta ham dars bermagan. Hozir prezident idorasi qayerda? Anhorning qirog'idagi panoramachi. Bugungi kunda nemis me'morlari bu o'lchov asboblari bilan kelib bu Navoiy saroyi qanday qurilganini o'lchaydilar. Bizning panoramali kinoteatrimiz, chunki u 1964-yilda qurilgan. Ulkan bino, hammasi temir beton va hech qanday zarar ko'rmagan, chunki u to'g'ri qurilgan va me'morlarimiz inqilobdan oldin ham antisemitizm qoidalarini ishlab chiqqan. Turkiston uchun alohida qoida ishlab chiqishgan. Chunki bu yerda asr boshlari juda kuchli zilzilalar bo'lgan. Andijonda rus shahri bo'lgan. Ya'ni u yerda binolar Yevropa standartlari bo'yicha qurilgan. Hattoki u yerda ko'p qavatli, 2-3 qavatli Vilhelm Genzelman ham toshkentlik me'morlar guruhi bilan birga u yerga borib, barcha ayg'oqlarni o'lchash uchun barcha sharoitlarni o'lchab ko'rishgan. Ularga ko'ra ishlab chiqilgan va qurilgan va shuning uchun bizda bu binolar bor. Bugun biz ular har qanday me'moriy yodgorliklar turganini ko'rsatamiz. Ular bilan hech narsa sodir bo'lmagan. Ha, shaharda umuman qanday muhit bo'lgan? Odamlar qo'rqishganmi yoki odamlar aksincha? Bu haqida hech nima ayta olmayman. Kimdir juda qo'rqib ketgandir, qo'rqqanlar ketib qolishdi, lekin qaytib kelishdi. Lekin kayfiyat aksincha bo'lgan. Ya'ni hali biz ularga ko'rsatamiz degan, biz titrayapmiz, lekin biz taslim bo'lmaymiz. Shoir shunday bo'lgan o'sha payt. Qandaydir odamlar birlashadi. Sizning kitobingizda qiziqarli personaj bor. Deylik, arxitektor Krasilnikov va o'zi qurgan uyda yashagan va u yerda qanday qilib ishdan ketgani yoki biron bir loyihani tark etgani haqida hikoya qilgan. Chunki u rejalashtirgandan balkon qurishga ruxsat berilmagan va shuning uchun u yerda ishlashdan umuman bosh tortgan. Bilasizmi, inson taqdiri har xil edi va odamlar turli xil va tabiiy ravishda yer yuzidagi turli hikoyalar bor. Umuman olganda zilzila bilan bog'liq, bu masalan it bolani qanday olib chiqqani bilan bog'liq. Bilmayman, qandaydir yer silkinishini his qilganim va uy o'shanda qulab tushdi. Mamlakatimizda ko'plab uylar loydan va karkasdan yasalgan edi va ayniqsa markazda bunday uylar ko'p edi. Chunki ular urush paytida hech qanday tartibsiz qurilgan. Chunki har qanday turdagi uy-joylar yetarli emas edi. Odamlar yashar edi. Men tom ma'noda aytaman, ya'ni hudud kartondan uy qurishgan. Qandaydir uy qurish kerak edi. 1 million odam Toshkentga kelib, ularni qayerga joylashtirish kerak. Keyin mana bu uylar qolib ketdi. Albatta va shuning uchun ular birinchi bo'lib yiqildi. Aytishadiki, hisob-kitob shuni ko'rsatadiki, biz zilzila paytida 30 ming binoni yo'qotdik va bu eski shahar emas edi. Bu Yevropa shahri edi. 30 mingga yaqin jamoat binolari bor edi. Qolganlari turar joy edi. Bu degani hammasi bir qavatli bino bo'lgan va hammasi juda yomon qurilgan deb aytar edim. Ha, endi asta-sekin siz bilan tugashimiz ham mumkin. Mayli, agar sizga shunday kerak bo'lsa. Ha, siz bu shaharni boradigan shahar emas, balki keta olmaydigan shahar deb aytdingiz. Ha, bu to'g'ri gap. Hozir Toshkent siz uchun haqiqatan ham shundaymi? Ha, albatta, shunday bo'lib qoldi. Siz uchun ruhingizga iliq bo'lib qolgan joy qayer? Masalan, o'sha yerga borib va o'sha muhitni his qila olasiz. Aytish qiyin. Men hamma joyda muhitni his qilaman. Qayerga borsam ham. O'rda albatta. Bilmayman, bu joy shunday o'sha davrning ta'mini saqlab qolgan. Aynan qayerda?
Bu ko'prik, O'rda ko'prigi va binolardan biri aytishlaricha, hatto poytaxt arog'a shishasida ham binoning chap tomonida minora ta'sirlangan. Navoiy ko'chasining birinchi raqami va darvoqe 4midi o'ng tomondan 4 qavatli bino. U juda jiddiy zarar ko'rgan. Oxirgi qavat yomon qurilgan, u qulab tushgan. Zilzila paytida va odamlar halok bo'lgan. Jami 2 ta katta bino qulab tushgan. Birinchi navbatda bu Navoiy ko'chasida hozir pullik poliklinika va hokazo. Ikkinchisi esa bu Toshkent gullari joylashgan Navoiy teatri yonidagi kasaba uyushmalari uyidagi bo'linma edi. Bu qurilishi bitmagan ko'p qavatli bo'linma. Birinchi va ikkinchi korpus o'rtasidagi bino bor edi. Hammasi qulab tushdi. Lekin u yerda odamlar yo'q edi. Bu hali ham qurilish maydonchasi edi. Shuning uchun bu o'lganlar soniga taalluqlidir. Aslida taxminan 100 kishini tashkil qilgan. Ko'pchilik 6 oy davomida yurak kasalliklaridan ko'p bo'lgan. Albatta, matbuotga berilgan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Kelganingiz uchun katta rahmat. Juda hayajonli va qiziqarli bo'ldi. Umid qilamanki, siz ko'proq intervyu berib, hikoyalar aytib berasiz. Chunki menimcha, barcha toshkentlik o'zining tarixini va qanday bo'lganini tushunishi va bilishi kerak. Chunki bu meni fikrimcha juda qiziq. Bunday so'zlar uchun rahmat. Ba'zi hikoyalarimdan maftun bo'lganingizdan mamnunman va bu intervyu eshitadiganlar va ko'radiganlarga ham yoqadi degan umiddaman. Barchaga shaharning o'tmishiga ko'proq e'tibor berishni maslahat beraman. Chunki bunday qilmasak biz Toshkentning ko'rinishini va xususiyatini yo'qotamiz. Toshkent katta o'ziga xoslikka ega edi. U esa borgan sari kattalashib, nazoratsiz qurilish natijasida o'z jozibasini yo'qotmoqda. G'arbning oddiy shahriga aylanmoqda. New York, Singapur, Los-Anjelesga parvoz balandligidan qaraganingizda hammasi bir xil. Toshkent ham xuddi shunday shaharga aylanishi kerak. Lekin men buni istamasdim. Uning o'z qiyofasiga ega bo'lishi kerak. Har doim o'z qiyofasi bo'lgan va hozir ham bor. Lekin bu qiyofa ba'zan shu qurilish kasalligidan buzilib ketmoqda. Menimcha bu hal bo'ladi. Chunki davlatimiz shu qurilishni tartibga solish chora-tadbirlarini ko'rmoqda. Bu markazdan uzoqroqda yangi Toshkent qurilmoqda. Chunki shaharning markazini saqlanib qolishi kerak. Yana bir bor katta rahmat. Do'stlar, like bosing, kommentariy yozing. Toshkent haqida balki qaysidir qiziq voqealar, Toshkent haqidagi xotiralaringiz haqida gapiring. Biz xursand bo'lamiz. Rahmat.